Xo'p, sizlarga bitta zo'r motor topib qo'ydim, bitta ko'ringlar. Yurgizchi. Xudo xolasa zavod bo'lishlari yarimtaga zavod bo'lyapti. Ishlashlari ham mana tanga qo'ysa turadi, xudo xolasa. Gaz boschi. Mana maxluqning ovozi mana. Bitta gaz bos yana. Bo'ldi. Xo'p, Gazel yuk mashinasiga bugungi kunda eng trendy motorlardan bittasi Hyundai Genesis 2 litrli turbina motor. Xo'p, bu motorimiz benzinga yurgizib beramiz. Benzin, metan, propan tanlamaydi, yuraveradi hammasida. Bu motorda ham ustanovka jarayonida xuddi o'sha oldingi safargidaqa kardan o'zgaradi, gulishtir, motorga podushka yasaladi, radiator, skorrichi, gaz pedal. Xullas, yana vozdux, yana menda juda ishlar bor, elektronika, periodika, programma, xullas shular bilan yurgiziladi. Xo'p, motorimizda 200 dan 300 tagacha ot kuchi bor. Xo'p, bu motorimiz ham avtomat ham bo'ladi, mexanik ham bo'ladi. Ya'ni xohishga qarab, xohlasa avtomat korobkada qo'yib beriladi, xohlasa mexanika korobkada qo'yib beriladi. Shofyor o'ziga bog'liq. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ustalarimiz bitirib berishadi. Behijolat, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.